Oho, qayerga ketishyapti bular? 3 ta Nexia bir patrulli mashina. Endi men menga bitta baho bering, aka. Qora banferlarda, radnoy faralida. Seryozni, aka, videoga stok holatda qarang. Bitta zavat qilaymi? Eshitasizlarmi? Mana qaranglar. Nexia chokalarim, shu yerdamisizlar? Leganza Road, Gentra Zdena, Gentra Bar, tank, magnitofon bo'ldi, hech nima kerak emas. Kurgovoy tonirovkada, radnoy holatda. Yana nima kerak bu mashinaga? Ayting menga, nima kerak? Oka, hech nima kerak emas. Qora banferlarda qarang, stokoviy holatda 701 nomerlari bilan bitta like bosib qo'yadigan joyimi. Siz kommentariyaga shunaqangi so'z yozingki, sizni Nexia'ni yaxshi ko'rishingiz va Nexia'ga qiziqishingizni men bilib olay. Kommentariyaga shunaqangi so'z yozingki, aka, Nexia'ni ashaddiy ishqibozligingizni men bilay. Mana qarang, mashina tayyor bo'ldi, bor-ku. Hayda mana, hayda deyapti. Haydagin mana deyapti. Radnoy boshqacha deydi, abi. Nexia'sini radnoy holatda olib yuradigan tanishingizga tashlab qo'ying bu videoni, aka. Mana ko'rib mazza qilib